Yana qanaqa uy taklif qilaylik bunaqa narxga o'rtoqlar sizlarga? Mehnat postidan 200-300 metr kirganda yangi mahallada hamma kommunikatsiyasi bor. Okamlar hozir mana shu uyga birinchisini srochni 179 mingga berib yuboraman deyaptilar. Yana kelsanglar ozgina savdolashsanglar o't beradilar deb o'ylayman. 2 sotu maydonga ega navezlar qilib qo'yganlar, qaranglar, mashina qo'yishinglar uchun. Yangi mahalla, yangi hovli. 5 ta yonma-yon. Hozir endi ichini ko'ringlar. Uyimizning ichi ham shikarniy remontdan chiqqan, qaranglar. Kirishimiz bilan chap qo'lda oshxona qismi mebellar bilan tayyor bo'lib turibdi. Uyimizda to'liq cho'pli-pol qilingan mana shunaqa mягкий zonasi bor kirishimizda va bu yoqda zal qismi. Xo'p, ikkinchi qurish zonamizni, podlogga tushadigan zonamizni, bu yoqda общий bitta sanuzel va bitta master spalni birinchi etaj uchun mana shunaqa chiroyli garderoblari bor. Va bu spalning ichida o'zini отдельный sanuzel bor qulaylik uchun. Xo'p, tepada bizda 4 ta xona bo'lyapti. Hammasi zo'r remontdan chiqqan. Tepada bitta общий sanuzel va spalning ichida sanuzel bo'lyapti. Uyimizning narxi hozir srochni 179 ming, faqat shunisi shunaqa narxga sotilyapti. Uspet qilib qolinglar. To'liq video meni profilimda bo'ladi. Kelib bemalol hovlimizni ko'rsanglar bo'ladi.